Assalomu alaykum azizlar, mana kundan kunga havolarimiz ham salqinlab boryapti. Ziyorat uchun eng qulay vaqtlar kelyapti. Inshaalloh sentyabr va oktyabr uchun umra safarlarini qabullar boshlanganligini e'lon qilmoqchiman. Umra safarimiz 14 kundan iborat. Mehmonxonalarimiz haramga yaqin va juda qulay joyda joylashgan. Ovqatlarimiz 3 mahal o'zbek taomlari. Litsenziyaga ega va xotirjam umra safariga barchalaringizni taklif etaman. Sentyabr va oktyabr uchun qabullarimiz boshlandi. Barchalaringizni ulug' ibodatga chorlab qolaman. Assalomu alaykum azizlar, mana kundan kunga havolarimiz ham salqinlab boryapti. Ziyorat uchun eng qulay vaqtlar kelyapti. Inshaalloh sentyabr va oktyabr uchun umra safarlarini qabullar boshlanganligini e'lon qilmoqchiman. Umra safarimiz 14 kundan iborat. Mehmonxonalarimiz haramga yaqin va juda qulay joyda joylashgan. Ovqatlarimiz 3 mahal o'zbek taomlari. Litsenziyaga ega va xotirjam umra safariga barchalaringizni taklif etaman. Sentyabr va oktyabr uchun qabullarimiz boshlandi. Barchalaringizni ulug' ibodatga chorlab qolaman.